Qo'lqoplari temirdan, reflekslari yashindek tez. Edwin van der Sar maydonda shunchaki darvozabon emas, u butun jamoaning suyanchig'i edi. Gollandiyaning sokin ko'chalarida ulg'aygan. Bolaligidayoq men futbolchi emas, darvozabon bo'laman deb aytar edi va aytgani rostdan ham ro'yobga chiqdi. U dunyoning eng zo'r posbonlaridan biriga aylandi. Uning o'tkir sezgisi, favqulodda reflekslari va bir zumda to'g'ri qaror qabul qilishi har doim jamoasini kuchli qilar edi. Van der Sar cho'qqini shiddat bilan zabt etib, Manchester United afsonasiga aylandi. Bir paytlar ketma-ket 1311 daqiqa gol o'tkazmay, darvozabonlar orasida jahon rekordini o'rnatdi. U jamoasi bilan 20 dan ortiq, aniqrog'i 26 ta kubok yutgan. Ammo uning uchun eng qadrli yutuq 40 yoshida qo'lga kiritgan Premier Liga g'alabasi. Uning faoliyatidagi eng og'riqli lahzalardan biri esa Chempionlar Ligasi finalida Messiga qarshi maydonga tushgani edi. Ammo baribir bir haqiqat bor. Yaxshi darvozabon qo'rqmaydigan emas, u qo'rquvni ham bosimni ham boshqarishni biladigan insondir. Edwin van der Sar aynan shunday darvozabon edi.